Shu yashayotgan hayotingizda pushaymon bo'lgan kuningiz bormi? Kelayotgan oiladan so'raymiz, yoshlikda kim bo'lishi? Assalomu alaykum. Yoshligingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? Stewardessa bo'lishni xohlaganman. Stewardessa bo'lishi. Hozir kim bo'lib ishlayapsiz? Kollejda psixolog bo'lganman. Hozir kollej yopilib qolgan. Ishsizman. Ko'pir bo'lib ishlaganman. Oylik daromadingiz necha pul bo'lgan o'sha ishlayotgan paytingizda? 2,5 million, 3 million bo'lgan. 2,5 million, 3 million. Oilani boqish qiyin bo'lmaganmi? Ha. Qiyin bo'lganmi? Yo, Qiyin bo'lgan, ya, yetmagan. Ko'pirlikda $1000, $1,500 topganman. Normal. Shu $1000 Qozog'iston Respublikasi. $1000 topayotgan paytingizda yetganmi nimalar? Hamma narsani qoyil qilganmisiz? Yo'q. Qaytganman deb ayta olmayman. Hamma narsaga emas, yetarli bo'lganman. Hamma narsa baribir barakada-da. Baraka. 2 so'm bo'lsa ham, 10 so'm bo'lsa ham, barakasini bermasa. Shu yashayotgan hayotingizda pushaymon bo'lgan kuningiz bormi? Bo'lganman. Mana shu yashayotgan hayotingizni kino qilib qo'yib berishsa, oilaviy ko'ra olasizmi? Ha. Unda pushaymoningiz unaqa darajada bo'lmagan ekan-da, sal nimadir bo'lgan. Yo'q, sal. Yoshligiga ikki og'iz maslahat, orzuligi orzu bo'lib qolmasligi uchun nima qilishsin? Intilish kerak, niyat qilish kerak, yaxshi niyat. Shunga yarasha intilish kerak. Shu orzu qilish kerak. Farzandim sizga o'xshasin deb duo qilishsa, amin qila olasizmi? Ha. Yoshligingizda siz kim bo'lishni orzu qilgansiz? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Obuna bo'lishni unutmaymiz.